بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishda davom etamiz. Hijratning 1-yili Ramazon oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Shomdan Qurayshning karvoni kelayotganligi xabar yetib keldi. Bu karvonning boshlig'i Abu Jahl edi, unda 300 ta kishi bor edi. Rasululloh ularni ana shu karvonning yo'lini to'sishlik uchun Hamza ibn Abdul Muttalib boshligidagi 30 ta kishi Banu Zumra qabilasini yeriga yetganida Banu Zumrani sayyidi Majdi ibn Amrdagi odam chiqdi-da, karvon bilan Hamza ibn Abdul Muttalib qo'shin o'rtasiga turib olib, bizni yerimizda urush bo'lmaydi dedi. Shunday qilib Hamza Majdi ibn Amrni qilgan ish tufayli karvonga hech narsa qila olmadi, karvon eson-omon ketib qoldi. Mana shu yili Shavvol oyida payg'ambarimiz o'zini amakisining o'g'li Ubayd ibn Xoris ibn Abdul Muttalibning boshligida kichkinagina qo'shin tayyorladi. Hamda ularni Abu Sufyon boshligida kelayotgan boshqa karvonni to'sishlikka chiqardi. E'tibor bersak, payg'ambarimiz birinchi chiqargan sariyalarga faqat o'zini qarindoshlarini boshliq qilgan. Sabab karvon Qurayshniki. Payg'ambarimizning qarindoshlari ham Qurayshdan. Boshqa qabilalar bilib qo'ysin deyapti payg'ambarimiz. Bu bir qabila bilan ikkinchi qabila o'rtasida bo'lgan urush emas. Din bilan din, haq bilan botil o'rtasida bo'layotgan. Odamlar shuni tushunish kerak edi. Shuning uchun bayroqni payg'ambarimiz faqat o'zining qarindoshlarining qo'liga berdi. Ubayd ibn Xorisning qo'shini muhojirlardan iborat 60 kishi edi. Abu Sufyon Ubaydani kelishidan xabardor bo'lib, kamonchilarni tayyorlab turgan edi. Ular kelgan paytda kamonchilar otib, Ubaydani qo'shinini qaytarib turdi, karvon yana o'tib ketdi. Hech narsa qilisha olmadi. Undan keyingi Zilqa'da oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kishilik qo'shinga Sa'd ibn Abi Waqqosni amir qilib chiqardi. Ular Harir degan mintaqaga piyoda yetib borguncha karvon o'tib ketgan edi. Karvon yana hech narsa qilisha olmadi. Keyingi Zulqa'da, Zulhijja va Muharram oylari urush harom qilingan oylar bo'lganligi uchun payg'ambarimiz qo'shin chiqarmadi, chunki bu uyda urush qilishlik harom hisoblanadi. Shu vaqtda ana shu hijratning 1-yilida Qurayshning eng katta sayyidlaridan bo'lgan Valid ibn Mughira vafot qildi. Xolid ibn Valid otasi. Alloh taolo Qur'onda arablarda, ana shu mushrik arablar tilida shunday deydi. Payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'ldi, Allohdan kitob keldi desa, arablar aytishdiki, shu deydi, arablarning ichidagi eng ulug' insonlardan ikkitasi Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Toifda, Valid ibn Mughira Makkada. Mana shu buyuk ikkita odamimiz turganida Qur'on yoki Allohning kitobi deyshti. Shu yetim Muhammadga tushadimi deyshti. Bu Valid ibn Mughira va Urva ibn Mas'ud arablarning eng katta kishilaridan edi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va qalu law nuzila hadal Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim." Ya'ni ular bu Qur'on ikki qishloqning birida bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganda edi dedilar. Ya'ni johiliyat davrida arablarning eng ulug' kishilaridan edi. Ana shu Valid ibn Mughira vafot qildi. Hijratning 2-yili Safar oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abvo g'azotiga o'zi chiqdi. Sariya bilan g'azotning farqi, Rasululloh o'zi qatnashgan jang g'azot deyiladi. Rasululloh qatnashmasdan chiqargan qo'shin sariya deyiladi. Birinchi Abvo g'azotida payg'ambarimiz o'zi qatnashdi. Banu Zumraga yerga yetganida Banu Zumra sayyidlaridan Vahshiy ibn Amr karvon bilan payg'ambarimiz o'rtasida turib sulh tuzishlikka, ana shu Banu Zumra qabilasi bilan sulh tuzishlikka talab qildi. Payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan Banu Zumra qabilasi bilan tinchlik sulhiga imzo chekdi. Safardan keyin Robiul avval oyida payg'ambarimiz Buvat g'azotiga chiqdi. 200 otli kishi bilan. Birinchi marta 200 otli qo'shin to'plandi. Qurayshni Shomdan kelayotgan karvoni 2,5 ming tuyadan iborat edi. Boshlig'i Umayyah ibn Halaf edi. 100 ta qo'riqchisi bor edi. Lekin karvon qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Keyingisi Ashira g'azoti. Jumadul avval oyida Quraysh karvoni yo'lini to'sishga chiqishdi. Banu Mudlij yerlariga yetganida
ana shu qabilaning sayyidlari oraga tushdi, yana jang bo'lmadi. Ashira g'azotida payg'ambarimiz bir oy turib, ana shu Banu Mudlij yerlarida qaytib kelganida Madinaga Kirz ibn Jabir Fihri Madinaning tashqarisidagi dehqonlarga Madinaga kelib hujum qildi. Bir qancha dehqonlarni o'ldirib, mevalardan xurmolarni olib qochib ketdi. Birinchi bo'lib bu xabar payg'ambarimizga yetib kelganda yolg'iz o'zi otga minib, ana shularning orqasidan quvib chiqdi. Payg'ambarimiz chiqib ketganligini eshitgan sahobalar tezlik bilan yig'ilishdi-da, Kirz ibn Jabir Fihrini quvib borishdi, u qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Badr g'azotidan avval sodir bo'lgan oxirgi sariya Abdulloh ibn Jahsh sariyasi. Abdulloh ibn Jahshga payg'ambarimiz 7 ta muhojirni jamlab, ularga boshliq qilib Abdulloh ibn Jahshni tayinladi-da, qo'liga maktub berdi. "Ey Abdulloh, mana xatni 2 yo'l yurganinglardan keyin o'qiysizlar" dedi. O'qiganingizdan keyin hech kimni majbur qilmang dedi. Bu 8 ta muhojir Madinadan chiqib 2 kun yurganidan keyin xat ochganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh karvonini topsa, undan o'lja olishni imkoniyati bo'lsa, o'lja olinglar. Sahobalarni majbur qilmang dedi. Xat o'qib berganida qolgan 7 ta hamroh ham rozi bo'lishdi. Karvonni kelishigidan xabar topib yo'lda turishar ekan bu 8 ta sahoba Sa'd ibn Abi Waqqos bilan Utbat ibn G'azvonni bitta tuyani almashib minib ketishgan. Kambag'alchilik shu darajada bo'lgan. Tuya qochib ketdi-da, hali tuyani tutgani 2 sahoba ketdi. 6 tasi qoldi. 6 tasi poylab turdi. Karvon kelayotganligini ko'rib pistirma bilan turishganida bu karvonga hujum qiladigan kuni Rajab oyining oxirgi kunidir. Rajab oyi urush qilish mumkin bo'lmagan oy. Rajab oyining oxirgi kunida turib, bu sahobalar Rajab oyi chiqib ketdi. Endi urushsak bo'laradi degan kayfiyatda turishdi, lekin Rajab oyi chiqmagan edi. Bu 6 ta sahoba karvonga hujum qilishdi. Karvondagi odamlar qochib ketdi. Karvonni boshlig'i Amr al-Hadramiyni o'ldirishdi. Hakam ibn Haysan va Usmon ibn Abdullohni asir olishdi. Qarang, 20 ta, 30 ta, 60 ta, 200 ta odam hech narsa qila olmadi bundan burungi karvonlarda. Lekin Allohning taqdiri 6 ta odam butun bir karvonni asir qilib qo'yishdi. Lekin mushkula nimada? Rajab oyida bo'ldi. Bu narsadan xabari yo'q. Islomda birinchi maqtul, birinchi asir, birinchi g'animalar keldi. Lekin mushkula Rajab oyida bo'ldi. Payg'ambarimiz oldiga kelishib, g'animalarni berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olmadi. Qanday qilib Rajab oyida, harom oyida jang qilasizlar? Bu 4 oyda jang qilishlik hatto mushrik arablar uchun ham harom narsa edi. Juda katta narsa hisoblanadi, ayib hisoblanadi. Quraysh Madinaga elchi yuborishdi. "Ey Muhammad, Shahrul Haromni o'zingga halol qilib oldingmi? Nimaga qon to'kib urush qilding?" deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam elchilarga aytdilarki, "Yo'q, bu ish xato bo'ldi. Rajab oyi chiqib ketdi deb o'ylashibdi. Biz uzr so'raymiz" dedi. "Asrlarni qaytarib ber 2 ta odamni" deganida payg'ambarimiz "Yo'q" dedi. Utbat ibn G'azvon bilan Sa'd ibn Waqqos hali kelmagan edi. Ular qaytib kelsin, shunda beraman dedi. Shunda arablar, mushriklar butun arab qabilalari o'rtasida musulmonlar Shahrul Haromni o'zlariga halol qilib olgan gap tarqatishdi. O'zlarini qilgan gunohi katta, lekin musulmonlarning mana shu qilgan ishini kattaroq deganda Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Yas'alunaka anish shahril haromi qitalin fi qul qitalun fihi kabir va saddun an sabilillahi va kufrun bihi val masjidil haromi va ikhraju ahlihi minhu akbar indalloh val fitnatu akbaru minal qatl. Sizdan shahri harom, urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'raydilar. Ayting, u oyda jang qilish katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, unga ishonmaslik va Masjidil Haromdan, ya'ni Makkadan to'sish va undan ahillarni quvib chiqarish Alloh nazdida ulug'roq gunohdir. Fitna, aldash, o'ldirishdan da kattaroq gunohdir. Bular Shahrul Haromda bilmasdan gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, sizlarni qilgan ishinglar bundan kattaroq. Haq dinni to'sdinglar, Makkada tug'ilganlarni yurtidan haydab chiqardinglar. Bu fitna edi. Fitna odam o'ldirishdan ko'ra qattiqroq dedi. Mana shu vaqtda bo'lgan ishlardan qiblani o'zgarishligi. Rasululloh Makkada turgan paytida o'zi asli qibla mana tomonga qarab bo'lgan, teskari bo'lgan. Makkada. Makkada payg'ambarimiz turganida Alloh taolo payg'ambarimizga Baytul Maqdisga qarab namoz o'qing deb buyurgan edi.
Payg'ambarimiz Ka'baga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun nima qilardi? Baytul Maqdisga qarab turardi, Ka'ba o'rtada bo'lishiga harakat qilardi. Ya'ni Ka'bani orqa tomoniga shunday turardiki, oldida ham Ka'batulloh, ham uning orqasida Baytul Maqdis bo'lardi. Endi Madinaga ko'chib borganidan keyin Ka'ba janubda qolib ketdi. Baytul Maqdis shimolda. Rasululloh namozga tursa, Ka'ba qayerda bo'lib qolyapti? Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam osmonga qarab qo'yardi namozda yoki ko'chada. Rasululloh osmonga qarab qo'yardi. Ya'ni qibla Baytullohga, Makkaga burib berilsa edi degan rag'bat bor edi. Hali payg'ambarimiz duo qilmadi. Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib borib 16 yoki 17 oy yashaganlaridan keyin Ibn Kasir keltiradi, Banu Salama yeridagi masjidda peshin yoki asr namozi deyiladi. 4 rakatli namozni ikkinchi rakatda turganida Alloh taolodan yuzingizni Masjidil Haromga buring degan oyat nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasida turgan Ka'batullohga yuzini burib, 2 rakat namozda Baytul Maqdisga qarab boshlab, 2 rakatini, qolgan 2 rakatini Masjidil Haromga qarab tugatdi. Mana shunday qilib qibla o'zgardi. Astagfirullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil harom. Alloh taolo aytdi, goho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz. Bas, albatta biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidil Harom, Makka tomoniga buring. Mana shu oyat bilan Ka'ba siz bilan biz uchun qibla bo'ldi. Endi bu ish yahudlarga albatta yoqmas edi, chunki yahudlarning qiblasi bo'lgan Baytul Maqdisga qarab payg'ambarimiz namoz o'qirmidi? Shu bilan faxrlanishar edi. Endi Baytullohga burilib qolgandan keyin yahudlar nima bu? Bu dinmi, bu o'yinmi bu? Xolasi qiblasini u yoqqa buradi, xolasi bu yoqqa buradi deb shunday bir gap tarqatganida Alloh taolo keyingi oyatlarni nozil qildi. Odamlardan aqlsizlari ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalaridan qanday narsa yuz o'girtirdi deydilar. Ayting, mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qiladi. Alloh taolo aytadi, yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomoniga buraverishingiz yaxshilik emas, balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga iymon keltirishlik. Mana shu yilda 2-yili, hijratning 2-yili Sha'ban oyida, Ramazon oyida roza tutishlik farzligi haqida oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham sanoqli kunlarda roza tutish farz qilindi. Bu ishlar Badr g'azotigacha bo'lgan ishlar edi. Badr g'azoti. Alloh taolo bu g'azot haqida Yawmal Furqon, Yawmal Taqal Jam'an, 2 jamoat uchrashgan hamda haq bilan botilni ajratgan Furqon kunini nomlagan. Islom tarixida juda ko'p sariyalar, janglar, g'azotlar bo'lgan, lekin eng ulug'i shubhasiz Badr g'azoti deb ataladi. 2-yil, hijratning 2-yili Ramazon oyida eng katta g'azot islom tarixidagi Badr g'azoti sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Shomdan Qurash karvoni kelayotganligi xabari keldi. Bu karvonda 1000 ta tuya bor edi. Uni bor-yo'g'i 30-40 ta kishi qo'rg'ilab kelayotganida boshlig'i Abu Sufyon edi. Alloh taolaning taqdiri qaranglar. Bundan burungi hamma karvonlar qaysidir boyda, qaysidir savdogarning karvoni edi. Lekin Badrda bo'lgan mana shu karvon Quraysh savdogarlarining hammasini moli bor edi. Ya'ni bu karvonni himoya qilishlikka hammasining talabdorligi bor edi. Karvonni xabari kelishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam karvonni yo'lini to'sgani o'zi chiqmoqchi ekanligini ma'lum qildi hamda sahobalarga kim xohlasa chiqsin men bilan dedi. Majburiy qilmadi. Alloh taolo aytadi: "Kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq." Parvardigoringiz haq hukm bilan sizni uyingizdan janggohga chiqarganga o'xshaydi. Ya'ni odamlar payg'ambarimiz o'zi chiqdi deyapti, yo'q. Alloh taolo bu jangda Alloh taolo o'zi tartibga keltiryapti. Payg'ambarimiz bilan 314 ta sahoba chiqdi. Usmon ibn Affon ham chiqmoqchi bo'ldi, payg'ambarimizning kuyov bolasi.
Lekin Ruqoya payg'ambarimizning qizi Ruqoya roziyallohu anha bemor bo'lganligidan Rasululloh siz Ruqoyani oldida o'tiring dedi. Usmon ibn Affon shuning uchun Badr g'azotiga chiqmadi. Shu vaqtda payg'ambarimiz karvonni to'sgani chiqib ketayotgan paytda Makkada bir ish sodir bo'ldi. Bu ish shuki, payg'ambarimizning ammasi Otika bint Abdul Muttolib tush ko'rdi. Tushida bir odam bir vodiydan turib Makkaga qarab, "Ya alu G'adrin, qumu ila masarikum fi thalas" dedi. Ya'ni ey xiyonatkorlar, 3 kunda qirilib o'lasan hammang dedi. 3 kunda halok bo'lasizlar hammanglar dedi. Tushda bo'lyapti. Keyin hali kishi Makkaga yaqin joyga keldida, yana hali gapini qaytardi. "Ya alu G'adrin, qumu ila masarikum fi thalas." 3 kunda qirilasizlar dedi. Ey xiyonatkorlar. So'ngra Abu Qubays tog'iga, Ka'baga yaqin bo'lgan toqqa chiqib turib, bitta toshni oldida Makka tarafga qarab otdi. Hali tosh uchib ketar ekan, mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, hamma Makkadagi uylarga bittadan kirib ketdi. Ertalab Otika o'rnidan turib, qo'rqib ketdi bu tushidan. Hamda o'zining inisi Abbos ibn Abdul Muttolibga "Menda tush ko'rdim" dedi. Deganida "Bu tushingizni hech kimga aytmang" dedi. Dedi-da o'zi chiqib Valid ibn Utbaga aytdi. "Do'sti, menda tush bo'lib, birovga aytmagin" dedi. Valid ibn Utba borib otasi Utbaga aytdi. Xullas, butun Makkaga tarqab ketdi. O'zingizni ichingizda turmagan sir qanday qilib birovda tursin? Yana deng, u sir oshkor bo'lsa sizga ziyon. Sizga ziyon bo'lishi mumkin bo'lgan narsani siz aytib olganingizdan keyin unga ziyoni bo'lmaydigan odam nimaga aytmasin? Xullas, Makkaga tarqab ketdi. Abbos ertasi kuni chiqib Ka'bani tavof qilyotdi. Abu Jahl o'tirgan bir majlis bor edi. Ka'bani oldida. Tavof qilayotganida Abu Jahl Abbosga "Ya Abu Fazl" dedi. "Tavofini tugatsang" dedi. "Biz oldimizga gap bor" dedi. Abbos hech narsadan xabari yo'q. Bu tushni hech kim eshitmagandek tavof qilib kelib o'tirdi. Abu Jahl aytdiki, "Ya Abu Fazl" dedi. "Bu qarab tursak, Banu Abdul Muttolibdan payg'ambarlar ko'payib qoptimi" dedi. "Nima deyapsan" dedi. "Ishinglarda erkaklardan payg'ambar chiqdi" dedi, "Indamadik. Endi ayollar payg'ambar bo'lib qoldimi" dedi. "Endi ayollardan nabiy chiqyaptimi" dedi. "Nima deyapsan" dedi. Otikani tushuni aytib berdi. Abbos harchand bu narsani yo'qligiga, yolg'onligiga bir tirishib urinib harakat qilmasin, lekin xabar tarqab bo'lgan edi. Shunda Abu Jahl aytdiki, "Ey Abbos" dedi. "Agar" dedi, 3 kundan keyin biror ish sodir bo'lmasa, Arab qabilalarining orasida, Arab urug'larining orasida Banu Abdul Muttolib urug'i eng yolg'onchi urug' deb yozib qo'yamiz dedi. Shu gap bilan gap tugadi. Abbos uyiga kelganida Banu Abdul Muttolibning ayollari yig'ilib Abbosni malomat qilishdi. "Qanday qilib biz urug'imizga shunday bir jur'at qilib yomon gapni gapirsa indamay turding? Indamay turaverdingmi?" deb malomat qilishuvdi. Ayollari qarang. Agar 3 kundan keyin dedi Abbos biror ish sodir bo'lmasa, Abu Jahl menga biror narsa demoqchi bo'lsa, albatta uni uraman. Agar menga yolg'onchi ekansizlar deb aytaman desa, uraman deb niyat qilib qo'ydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.